Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining Robbisini al-Musa'ir deb atadi. Imom Termiziyning sunanlarida Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan quyidagi hadis keltiriladi. G'ala si'ru ala ahdi Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida narx-navolar ko'tarilib ketdi. Qimmatchilik bo'lib ketdi Madinada. Faqalu ya Rasululloh, sa'ir lana. Sahobalar ya Rasululloh, narxlarni bir cheklab bersangiz, narxlarni belgilab bersangiz deyishdi. Faqala innalloha huval musa'ir, al-qabis, al-basit, ar-razzaq. Narxlarni belgilovchi al-musa'ir Alloh taoloning o'zidir. Al-qabis, rizqni tang qiluvchi. Al-basit, rizqni keng qiluvchi. Ar-razzaq, rizq beruvchi Alloh taoloning o'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narx belgilashni xohlamadilar. Vaholanki u zot sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari shariat bo'ladi. Qonun bo'ladi, muhokama qilinmaydi. Rasululloh aytibdilar, rizq beradigan o'zi, rizqni keng qiladigan o'zi, rizqni tang qiladigan o'zi, narx-navoni belgilaydigan o'zi. Rasululloh aytdilar, va inni la arju an alqa robbi va laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mali. Qiyomat kunida birortalar mazlamani, qonni yoki molni mendan talab qilmagan holimda Robbimga yo'liqishni xohlayman. Ya'ni qiyomat bo'lganda sen meni molimni tortib olgansan, sen meni qonimni oqizgansan, sen zulm qilgansan degan narsani bo'lishini xohlamayman menga nisbatan dedilar. Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da ko'rib, men ham ota-onamga xuddi shunaqa nabonlarni zakaz qilaman degan aka-ukalarimiz, sizlar uchun ajoyib nabonlarimiz keldi. Onajonlarimiz uchun esa jannatim onam degan nabon. Undan tashqari kabi ko'rinishdagi juda ham chiroyli nabonlarimiz bor. Musofir farzandingizdan otajon, onajon deb nomlangan naborimiz ichida Qur'on kitobi, Biz vaqtli oila quramiz kitobi, tasbehlari, zamzam suvlari, musvaklari, mushkambarlari, elektronli tasbehlari va pastki qavatida ikkitadan joy namozlari bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz barcha tuman va viloyatlarga mutlaqo bepul, ya'ni tekinga yetkazib beramiz. Chet eldan to'lov qilish imkoniyatlari bor. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar narxlarni cheklab bering, qimmat bo'lib ketyapti deyishganida so'zi shariat bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam unamadilar. Yo'q, bu Allohning ishi dedilar. Bir eshitganingizda g'alati tuyuladi. Ha, narxni belgilash bizni o'zimizning qo'limizda-yu. Buni ham Alloh belgilaydimi? Ha, mana shu darsni eshitaylik, keyin tushunamiz Alloh taolo bu narx-navolarni qanday qilib belgilab qo'yishligini. Demak, payg'ambarimiz qimmat soddasa xalqqa qiyin bo'lib qolishi mumkin. Arzon soddasa savdogarga zulm bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh narxni belgilamadilar. Ilm. Ilm nima? Ilm qanday narsa? Ilm bizga nimani beradi? Ilm bizga qaysi yo'lni taqdim qiladi? Ilm, birodarlar, voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ilmning ta'rifi ko'p, bir qanchalarni o'qib beraman. Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Mana hozir o'tiribmiz, bir odam aytdi, aeroportda yo'lida bir odam kelib, kartochkani bekarga tarqatyapti dedi. Bu ilmmi, xabarmi? Qayerdan bilasizlar? Ilm qana bo'ladi unda? Ikkinchisini ham eshitdinglar-chi avval? Ikkinchisini eshitinglar, keyin aytinglar. Birinchisi bilan xabar. Agar shu rostdan shunaqa bo'lgan bo'lsa, ilm deyiladi. Agar unaqa bo'lmasa, xabar deyiladi. Tushuntira oladimmi? Endi qachon bilamiz buni ilmligini? Borib odamlardan so'radik, ha, bittasi kelib mashinada kartochkani tarqatib ketdi bekarga desa, demak o'sha kelgan xabar ilm edi ekan. Shuning uchun ukalar, mana bu yo'l haq, mana bu yo'l nohaq, mana bu botil, mana zalolat deyotgan paytda bizga shu gapni gapirayotgan odamning gapini xabar deb qabul qilib turaylik. U to'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Masalan, Moturidiylar, Ash'ariylar ahli sunnat emas degan gapni gapiryaptim biroz sizga. Darrov ishonib olmang. Ilm o'qing, kitob titkilang. Xullas o'qing. Vaqt o'tgandan keyin ahli sunnat, haqiqiy ahli sunnat kim ekanligini tushunib olasiz. Qaytarib aytaman, ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar.
to'g'ri kelgan xabar emas. Kelgan to'g'ri xabar, chunki u xabar noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Ilm bu siz bilan bizni bir qonunga olib boradigan narsa. Qonun nima? Qonun ikkita o'zgarib turuvchi toifani o'rtasidagi sobit aloqa. U aloqaning to'g'riligi qat'iy dalil asosida voqelikka to'g'ri kelgan narsa. Demak, sizga kelgan ilm deb aytilayotgan narsa voqelikka to'g'ri kelsa, u ilm. Agar voqelikka to'g'ri kelmasa, haqiqatan shunaqa bo'lmasa, kelgan xabarda edaqa bo'lmasa, voqelik bu johillik deyiladi. Agar u haqiqat bo'lmasa, vahm, shak va gumon bo'ladi. Ilm esa shak ham emas, gumon ham, vahm ham emas. Demak, ilm aniq ishonch, voqelikka to'g'ri kelgan, dalilga asoslangan aniq haqiqat. Ma'qul bo'ldimi? Birodarlar, Imom Moturidi o'tganiga qancha bo'ldi? 333-hijriy yilda u kishi vafot etgan bo'lsa, 1100 bo'ldi deylik, 1100 yil bo'ldi. 1100 yildan beri Movaron Nahr yerida yashayotgan odamlar, mana Turkiya, Movaron Nahr, mana shu Turkiya territoriyasidagi musulmonlar Imom Moturidi aqidasi bilan yashab kelgan. Agar bu narsa zalolat yoki noto'g'ri bo'lganda 1000 yil turmas edi. Har xil da'volar, har xil bir tushunchalarni ko'tarib chiqqan jamoatlar o'zini davrada bir kuchga kirdi. Moturidiga, Ash'ariga hujumda qildi, yo'g'ib ketaverdi. Ash'ari bilan Moturidi aqidasi turdi, birodarlar. Mazhab kerak emas degan gaplarni eshitdik. Hadis turganda mazhabda nima qilasan? Sen Rasulullohning gapini olasanmi, Abu Hanifaning gapini olasanmi? Abu Hanifaning gapini olsa Rasulullohga teskari yurgandek. Shunaqa gaplar bir qator gangitdi bizni. Alhamdulillah xalqimiz tushunib qoldi. Agar noto'g'ri bo'lganida mazhab 1200 yildan beri davom etib kelmas edi. Bu ikkita aqida maktab 1100 yildan beri davom etib kelmas edi. Tushunarlimi? Bu borliqdagi hamma narsa Alloh taolo joriy qilib qo'ygan qonunlar asosida turadi. Alloh taolo bu borliqqa qonunlarni o'rnashtirib sobit qilib qo'ygan. Ana shu qonunlardan o'zgarmasdan turadigan, sobit turadiganlari bor. Ana shu qonunlarning ichida o'zgaradiganlari bor. Ana shu o'zgarmas, sobit qonunlarni borligi bizi hayotimizni o'zini maromada kechishligiga sabab bo'ladi. Masalan, fizika qonunlari, kimyo qonunlari, astronomiya qonunlari, yerni aylanish qonuni, geografiya deysizmi, nima deysiz? Mana shu tabiat qonunlari o'zgarmaydi. Bandalar taqvodor bo'lsa ham o'sha qonun ishlab turadi. Hammasi fosiq, fojir bo'lib tursa ham yer aylanaveradi. Temirligicha, suvligicha turaveradi. Ana shu qonunlarni ichida o'zgarmas qonunlar, ularni borligi hayotimizni osuda kechishligini ta'minlaydi. Bu tabiat qonunlari, shunday deylik, qiyomatgacha sobit turadi. Masalan, yerni aylanishlik qonuni, mana shu ilmdan xabari bor bo'lgan odam falon vaqtda quyosh chiqadi, falon vaqtda botadi deb ayta oladi. Nimaga desak, yer Alloh unga joriy qilib qo'ygan qonundan o'zgarmaydi. O'shuning uchun minut-minutigacha kalendarni chiqarib qo'yadi, mana kun chiqishini, kun botishini. Temirni nima ekaniga haqida ilmdan xabari bor bo'lgan odam, birodarlar, temirga qanaqa muomala qilish kerakligini yaxshi biladi. Va temirlik qonuni o'zgarmaydi. Masalan, baland qavatli, ko'p qavatli baland imoratlarni quryapmiz. Agar temir o'zini temirlik qonunidan o'zgarsa, yumshab ketsa, zaiflashib ketsa, imorat vayron bo'lib ketadi. Oltin, tilla. 1000 yil burun ham oltin edi, hozir ham oltin. 1000 yildan keyin ham bu qonun o'zgarmaydi. Bug'doy, mana bug'doy donasi yerga tashlaysiz, 1000 yil burun qanday o'sgan bo'lsa, hozir ham shunaqa o'sadi. Tashlaysiz, 7 ta boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bor. Bu ham qonun. Demak, tabiatda turgan mana shu qonunlarni o'zgarmasdan sobit turishligi siz bilan bizni hayotimizni maromada kechishligini ta'minlaydi. Endi bu qonunlar siyosatga bog'liq emas. Odamlar yashayotgan jamiyatni kapitalizm, sotsializm, kommunizm bo'lishiga hech qanaqa bir aloqasi yo'q. Davlat ustida kimlar turibdi, yurtda qanaqa siyosat yurgizilyapti, bularga aloqasi yo'q. Yer aylanaveradi,
suv pastga qarab oqaveradi, temir qattiq turaveradi, oltin xususiyatini yo'qotmaydi. Demak, qonunmi? Qonun. Bular o'zgarmaydigan qonunlar. Ammo mana shu Alloh taolo joriy qilgan qonunlardan rizq va sog'lik qonuni bor. Bu o'zgaruvchan qonun. Aytdik, yuqoridagi qonunlarning birontasiga insonlarda aloqasi yo'q. Hammasi kofir fojir bo'lib kelsa ham, temirligicha, yer elligicha turaveradi. Taqvodor bo'lib kelsa ham. Ammo rizq va sog'lik qonuni, birodarlar, bu o'zgaruvchan qonun bo'ldi. Alloh taolo shunday bo'lishini xohladi va bunda juda katta hikmat bor. Rizq bilan sog'ligini qonuni o'zgarib turishida nima hikmat bor? Inson zoti doim o'zini sog'ligi haqida qayg'urib kelgan. Mana shu ikkita narsa rizqi bilan sog'ligi, tarbiya asbobi. Hikmat shunda bo'lsa ajab emas. Meni yurgan mashinamiz, o'rtacha bir yengil mashinani olsangiz, bir 2 tonna deylik. 2 tonna. İchiga 5 ta odam o'tirsin, bir 80 kiloli odamni. 400 kilo qo'shildi. Demak, 2400 kilo. 4 ta g'ildiragiga har bittasiga qanchadan to'g'ri keladi yuk? 600 kilodan. Demak, 600 kilo yoki undan ozgina ko'proq yuk har bitta g'ildirakka to'g'ri keladi. Vaholanki bu g'ildiraklar 1 tonnagacha yukni o'zi ko'tara oladi. Demak, ularda nima bor? Qo'shimcha, keragidan ortiq quvvati bor. Demak, zaxira quvvati bor. Yoki oshxonada turgan stolingizni oling. Juda oshib borsa 100 kilo ozuqa qo'yiladi ustiga. Lekin 200 kiloni ko'tara oladi ahliga. Demak, unda ham oshiqcha quvvat bor. Endi Alloh taolo insonni yaratganda uning jasadiga ham mana shunday bir oshiqcha quvvat qo'yib qo'ysa nima bo'lar edi? Alloh qodirmidi? Qodir edi. Masalan, bir odam tasavvur qiling, bironta a'zosi kasal bo'lmaydi. Bironta a'zosi xiralashmaydi. Masalan, tish to'kilmaydi, ko'zi xiralashmaydi, qaddi bukilmaydi, xotirasi zaiflashmaydi, doim yosh, doim quvvatli, kuchli, sog'lom. Shunday qilib qo'yishlikka Alloh qodirmidi? Qodir edi. 100 yil, 200 ehtimol 1000 yil yashashi mumkin edi. Lekin Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Mana shu sog'ligi o'zgaruvchan qonunga bo'ysunadi. Arzimagan sababli inson vafot topib qoladi. Miyasida bitta tomir uzilib ketadi, shol bo'lib qoladi. Yuragi birdaniga to'xtab qoladi, o'lib qoladi. Demak, insonni jasadida mana shu kasalliklarni qarishligini bor bo'lishligi, rizqini keng va tor bo'lishligi Alloh taoloning insonlarga beradigan tarbiyasi hisoblanadi. Mana endi al-musa'ir. Al-musa'irning ma'nosi. Iqtisodchilarning til bilan aytganda, birodarlar, bozordagi narx-navo miqdorga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bug'doy hosili haddan ortiq zo'r bo'lib, ko'p bo'lib kelsa, bug'doyning narxi tushib ketadi. Demak, bug'doy obyomi ko'payib kelsa, narxi tushib ketdi. Endi aksincha, bug'doyni hosili yaxshi bo'lmasa, bug'doy oz bo'lsa, narx-navo ko'tariladi. Bu qonun talab va taklif qonuni deyiladi bozorda. Inson betoqat qilib yaratilgan. Bu betoqatlik, besabrlik, chidamaslik uni tabiatida bor. Va mana shu betoqatlik, ojizlik, chidamaslik bizi ko'zimizda yomon narsaga o'xshaydi. Odam sabrli bo'lganda zo'r edi-da, chidamli bo'lganda zo'r edi-da. Yo'q, birodarlar. Alloh sizni tabiatingizni shunaqa qilib yaratdimi? Demak, shunda bir hikmat bor, demak foydasi bor. Agar inson betoqat bo'lmasa, mashaqqat bo'lganda Allohga qarab intilmas edi. Qiyinchilikda Alloh taolo bilan kelishib olmas edi. Mana shu mashaqqat bilan qiyinchilik uni besabrligi Allohga qaytishiga sabab bo'ladi. Modomiki mana shu ojizligingiz, nochorligingiz, o'zingizni zaif his qilishingiz Allohga qaytishingizga sabab bo'ldimi? Demak, bu yaxshi sifat ekan. Astagfirullah. Innal insana xuliqa halua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgan. Alloh taolo aytayapti, toqati yo'q, besabr, betoqat. Va idza massahul khayru manua. Keyingi oyatga xulosa olamiz. Idza massahush sharru jazua va idza massahul khayru manua illa al-musallin. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, kambag'allik, kasallik, o'ta besabrlik qiluvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, boy bo'lib qolsa, salomat bo'lib qolsa,
o'ta man qiluvchi baxildir. Faqat namozxonlar bunday emas. Mana masjidda o'tiribmiz. Bu yerda o'tirganlarning qanchalari boshiga tushgan musibat sababli ibodatga kelishni boshlagan. Qarzga kirib qolgan. Shu qarzga kirishligi va uni besabrligi, betoqatligi masjidga kelishiga sabab bo'lgan. Yoki ba'zi birodarlarimiz bir kasalga chalindi, o'sha kasal uni Allohga kelishiga, masjidga kelishiga sabab bo'ldi. Yana birodarlar, qancha odamlar yuribdi tashqarida ibodatsiz. Albatta boshiga musibat kelish kerak yoki bir kasallik kelish kerak, shunda masjidga keladi birodarlar. Shuning uchun ustiga kelgan musibat bu odamlarni Allohning eshigiga olib keldimi? Demak, bu ular uchun foyda bo'ldi. Alloh azza va jallani aytdik, mana rizq va sog'lik qonunini o'zgaruvchi qilib qo'ydi dedik. Agar inson og'rimasa, Alloh deyishlikka sabab yo'q. Doim qo'lida puli ko'p bo'lsa, ishlari doim oldinga yurib tursa, biron narsaga muhtoj bo'lmasa, Alloh deyishligiga sabab yo'q. Endi tishingiz og'riyapti, kechasi bilan uxlay olmayapsiz. Hamma uxlayapti. Uyingizdagilar. Nima deysiz? Alloh deysiz. U ishga bordingiz, yordam so'rab qaytarishdi. Bu ishga bordingiz, yordam so'rab yordam berishmadi. Nima deysiz? Demak, sizni Alloh deyishga olib bordimi? Shu musibat bilan kasallik yoki qarz bu siz uchun foyda bo'ldi. Inson dar haqiqat betoqat qilib yaratilgandir. Agar inson o'zini quvvatli bilsa, quvvatli his qilsa, o'zini shu quvvatiga suyanib qoladi-da, Allohdan behojat bo'lib qoladi. Shu sababli baxtsiz bo'ladi. Agar bir inson boyligiga ishonib turib Allohdan behojat bo'layotgan bo'lsa, mansabiga ishonib turib, mansabdorligiga ishonib turib o'zini behojat bilayotgan bo'lsa, jamiyatdagi hurmati, maqomiga qarab turib o'zini behojat bilayotgan bo'lsa, mana shu behojatligi uni baxtsiz qiladi. Birodarlar, qarzimiz bor bo'lishi, mushkulalarimiz bor bo'lishi, ancha-muncha kasallarimiz bor bo'lishi biz uchun yaxshi. Men anaqa qilib tashlayman seni, urug'ingni qurtib tashlayman seni deyotgan odam bir piyola choy ichayotib, tomog'i qoqib ketadi-da, o'lib qoladi. Qara, o'zimga keldi, o'zim bildim, yomon bo'ldim. Ha, ana, hech kim emas ekansanmi? Hech kim emas ekansanmi? Pul bo'lsa, pul hal qilmagan narsani katta pul hal qiladi. Bu bo'ladi e'tiqodi. Kechirib qo'yasan. Hozir aytayotganimizda bitta guruch tomog'ingga turib qoladi, nafas olayotganingda. Bo'ladi, haligi oshni olib qilganingizda bitta guruch o'tib ketib qoladi. Mo klapani ochilguncha, oshqozon klapi ochilguncha o'tib ketib qoladi. Burningizdan tushadi bitta guruch. Bilasizmi nima bo'lishingizni? Birodar, bunaqa guruchdan millionlagan donasini yeyapsan. Alloh xohlasa, shu guruch seni o'ldiradi. Shuning uchun ojizligini his qilgin. Kimdir puliga ishonib katta ketdimi? Ayni mana shu pulidan keladi balo. Kimdir mansabiga ishonib turib katta ketdimi? Ayni mansabidan keladi shu balo. O'zini nodir mutaxassis deb bilib, shu mutaxassisligi bilan behojat bilimi Allohdan, ayni mana shu mutaxassisligidan keladi balo. Al-Musa'ir, hamma narsa uning qo'lida. Va fis-samai rizqukum va ma tu'adun deydi Alloh taolo Qur'onda. Sizlarning rizqinglar osmonda va sizlarga va'dan qilingan narsa ham. Birodarlar, bir yurtda mo'l ko'lchilik bo'lishligi yomg'irga bog'liq. Rozimisizlar? Bir yurtda qahatchilik bo'lishligi ham yomg'irga bog'liq. Yomg'ir me'yorida yog'sa kengchilikka sabab bo'ladi. Yomg'ir ozayib ketsa qahatchilik bo'ladi. Yomg'ir ko'payib ketsa balo bo'ladi. U kursga qaramanglar, endi nima bo'lar ekan? U siyosatga qaramanglar, nima bo'lar ekan? Rizqimiz qayerda ekan? Alloh taolo va'da qilgan osmonda ekan. Osmonda bizning rizqimiz. Yomg'ir Allohning qo'lida. Agar Alloh taolo xohlagan bo'lsa bir yurtda qurg'oqchilik bo'lishini, tamom qurg'oqchilik bo'ladi. Yomg'ir yog'mayapti, tasavvur qiling, bir boy mamlakat, yomg'ir yog'mayapti. Endi shu mamlakatda bari rahbarlar yig'ilishdi, atrofdagi davlatlar, prezidentlar yig'ilishdi va qaror qabul qilishdi. Yomg'ir yog'sin,
degan. Ularda bu qarori qangacha ta'siri bor? Biror narsa o'zgaradimi bu qaror bilan? Chunki yomg'ir kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Birodarlar, yomg'ir bu ne'mat. Suv ne'mat. Shamol esishi ne'mat. Kunni isib sovishi ne'mat. Birodarlar, hammasi Alloh taoloning qo'lida. Agar mana shu yomg'ir bo'lsin, suv bo'lsin, kunni isishi, sovishi bo'lsin, me'yoridan o'tib ketsa ham musibat, me'yoridan tushib ketsa ham nima? Musibat. Endi bu narsalarni me'yorida bo'lishiga kimning qo'lida? Al-Hakim, Al-Qodir, Al-Alim, Al-Musa'ir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Yana takrorlaymiz. G'ala si'ru ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonlarida narx-navolar qimmatlashib ketdi. Ya Rasululloh, sa'irlana, narxlarni bizga belgilab bering deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu narsaga rozi bo'lmadilar. Al-Musa'ir Alloh taoloning o'zi, Al-Qobiz, Al-Basit, Ar-Razzaq yolg'iz uning o'zi. Hatto payg'ambarimizning qo'lida emas. Narx-navolarni qandayligini belgilashlik. Ob-havo narx-navolar bu takviniy ish, ya'ni Alloh taoloning ishi. İnsanlar daxil qila olmaydi unga. Yana taklifiy ishlar bor. İnsonning zimmasiga yuklatilgan taklifiy ishlar. Taklifiy ish nima? Narx-navoni qanaqa bo'lishligi Alloh taoloning ishi ekan, bandalar aralasha olmas ekan, lekin mana shu narx-navolarni savdoni ustida insonlarga yuklatilgan taklifiy ishlar bor. Nima u? Savdoni yolg'on gapirma, metrdan urma, xiyonat qilma. Bu taklifiy ish. Sen shuni qil, takviniy ish, narxni belgilashlik Alloh taoloning ishi. Islom dini birodarlar narx-navoni mo'tadil bo'lishiga haris bo'ladi. Savdo borki, hammamiz unga bir daxldormiz. Savdo odamlarni hamma qatlamiga tegishli bo'lgan narsa. Odam bolasi borki, savdo qiladi. Tabibmi, muallimmi, olimmi, omimi, boymi, kambag'almi farqi yo'q. Hammamiz nima qilamiz? Savdo qilamiz. Yemoq, ichmoq olish kerak, kiyim-kechak olish kerak, ko'mir olishlik kerak. Endi buni savdo deb aytadigan bo'lsak, savdodagi eng muhim va xatarli narsa bu narx-navo. Narx-navo. Birodarlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarida viloyatning valiylari kelardi, gubernatorlar. Ulardan so'rab turardi. Nimani desa, narx-navolar qanaqa deb qo'yardi. Nima uchun so'rardi bu gapni? Chunki Alloh taoloning bandalarga bo'lgan rahmati narx-navolarda namoyon bo'ladi. Qaytarib aytaman. Alloh taoloning bandalarga bo'lgan rahmati shu yurtdagi narx-navolarda namoyon bo'ladi. Qimmatchilik bo'lib ketdimi? Qahatchilik bo'lib ketdimi? Demak, Alloh taoloni bularga ravo ko'rgan narsasi shu bo'ldi. Gohida birodarlar, shu rastalarda mol yetarli bo'ladi, lekin narx-navo qimmatligidan ko'pchilik sotib olish imkoniyati bo'lmaydi. Narx-navolar qalay? Agar narxlar majburan pastlatilsa, sotuvchiga zulm bo'lib qoladi. 10 so'm gap kelgan molini 9 so'm sotasan deyapsiz. O'zi 10 so'mga kelgan. Demak, sotuvchiga zulm bo'ladi. Bu holatda narxni belgilashlar zulm bo'lib qoladi. Ba'zida birodarlar tashqaridan mol olib kelishlik man qilinadi. Bu ham narx-navoni ko'tarib ketishiga sabab bo'ladi. Tushunyapsizmi? Masalan, o'zimizning yurtdagi narsa sotilsin deb turib, hukumatlar tashqaridan shu narsani olib kelishini man qilib qo'yadi. Qarabsizki, raqobat bo'lmaganligi uchun, monopoliya bo'lganligi uchun, ixtikor bo'lgani uchun holaga narxini qo'yadi. Tushunarlimi? Agar talab va taklif degan qonunga rioya qilib, tashqaridan o'sha bu yurtda yo'q bo'lgan molni olib kelishga ruxsat berilsa, narx-navo tabiiy suratda nima bo'lib qoladi? O'rniga tushib qoladi. Birodarlar, shariatimizda savdoda yolg'on gapirishlik harom. Makr hiyla qilishlik harom. Firibgarlik harom. Bu narsalardan shariatimiz qaytaradi. Endi agar biz shariat aytgandaqa
bo'lsak savdoda, yolg'on gapirmasak, tarozidan urmasak, firibgarlik qilmasak, shariat aytgandaqa savdo qilsak, qanaqa holat bo'ladi bilasizlarmi? Aytdik-ku, Alloh taoloning bir mamlakatga, bir xalqqa bo'lgan rahmati narx-navolarda ko'riladi. Oyatlarda o'qiymiz bu gapimizga dalil o'raroq. Narxlar o'rniga tushadi. Chunki narxlarni Alloh taolo belgilardi. Hayot yengil bo'lib qolganini ko'rardik. Nuh alayhissalom nima degan edi? Eslanglar. Astagfirullah. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana g'affaro. Ey qavm, Allohga istig'for aytinglar. Gunohlardan kechirim so'ranglar, taqvo qilinglar. Nima bo'ladi shunda sizlarga? Yursilis sama alaykum midrara. Ustinglarga, birodarlar, yomg'ir quydiradi. Sizlarni moli dunyo bilan, bola chaqa bilan quvvatlantiradi. Bog'i bo'stonlar, oqar daryolar beradi. Qarang, bola chaqa, ekologiya, bog', suv. Mo'l-ko'l hayotni sabablarimi? Demak, taqvodor bo'lsang, hayoting zo'r bo'ladi degani. Endi buni o'rniga biz savdoda bir firib ko'paytirsak, metrdan tarozidan urishni ko'paytirsak, yolg'onni aralashtirsak, monopoliya avj oladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqib taqvo qilinmasa, nimani kutishimiz kerak ekan? Narx-navolarni qimmatlab ketishligini. Innallohu huval musa'ir. Albatta Alloh taoloning o'zigina al-musa'irdir. Qiyinchilik paytda narxni belgilashlik shariatga zid emas. Iqtisodiy tanglik bo'layotgan bo'lsa mamlakatda, krizis bo'lsa, qahatchilik bo'lsa, urush bo'ladigan bo'lsa, musulmon rahbarlar narxlarni belgilashlikka haqqi bo'ladi. Albatta musulmonlarning foydasini o'ylagan holda. Endi bu innallohu huval musa'irga teskari emasmi? Payg'ambarimizga narxni belgilab bering desa unamagan ekanlar. Alloh belgilaydi degan ekan. Shunga teskari emasmi desa yo'q. Yo'q. Chunki mana shu o'rinda rahbarlar tartibga, idoraga keltirishlikka haqqi bo'ladi. Masalan, puli bor odam qandaydir oziq-ovqat moddalarini olib turib, mahsulotlarini qimmat qilib olishligi mumkin, monopoliya qilib, sotmasdan. Bu harom bo'ladi. Ba'zida narx-navolarni ko'tarib ketishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, ba'zi ishlar to'xtatib qo'yishi mumkin. O'zi narx-navoni ko'tarib ketishligi insonlar, xaridorlar o'zlari ham sabab bo'ladi. Masalan, bir haftasiga 2 kilo shakar olardi bir odam. Endi shakar yo'q bo'lib ketar ekan deb shap borib 5 qop shakarni olib qo'ydi. Shakar tugab qoldi. O'z-o'zidan nima bo'lib ketadi? Vahima bo'ladi-da, endi narx-navoni ko'tarilib ketishiga demak xaridorlar o'zlari ham nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Asl haqiqat shuki, narxlarni Alloh taolo belgilaydi. Faqat bitta sharti bor, savdoda bo'yiga yolg'on bo'lmasin, firib bo'lmasin va odamlar ham haddidan oshmasin. Ana bitta un Navoiy ukamiz aytayapti. Kechagi mana hali karantinda krizisida bir un panikasi bo'ldi shaharimizda. 1 yil o'tgandan keyin uka, ammo bir ozgina un bor edi, shuni non qilib sotib olmaysizmi? Qarasam achib qopti deydi. U puldor hoji aka olib qo'ygan 20-30 qop unni shu sturili qilib, keyin joy-joyga tushib ketdi, hamma yo'q. Uni yeb ulgurmaydi. Qarang, ehson ham qilib olmaganda. Shariatimizda birodarlar, tarozidan urishdan tortib, 2 xil molni bir xil narxda sotish, bir xil jinsdagi narsani bir-biriga almashtirib sotishdagi tafsilotlargacha hamma narsani ta'limini berib qo'ygan. Agar mana shu man qilingan ishlar tark qilinsa, muomalalarimizni halollik bo'ladigan bo'lsa, narx-navolar tabiiy suratga tushadi, talab va taklif andozasiga tushadi va xayriyat, barakot paydo bo'ladi. Alloh taolo narxlarni o'zi belgilaydi. Kartoshkani hosiliga Alloh taolo baraka berib olsa, kartoshkani hosili zo'r bo'lsa, eng arzon narsa nima bo'ladi? Kartoshka bo'ladi. Agar har yilgidek bo'layotgan bo'lsa, narxi bir xil turadi. Issiq bo'lib ketdi, haddan tashqari. Hosili yaxshi bo'lmadi, qimmatchilik. Havo sovuq keldi. Hosili yaxshi bo'lmadi. Yana qimmatchilik. Ob-havoga bog'liq bo'lyaptimi? Narx-navolarimiz, mana boshida aytdim-a, ob-havoga bog'liq deb. Endi ob-havo kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Ana qayroq yerga bug'doy chachib qo'yadi dehqonlar. U tavakkalga chachib qo'yadi, haydab turib, yomg'irga bog'liq. Yomg'ir yaxshi bo'lib bersa, o'sha yerda bug'doy bo'ladi, qarabski, arzonchilik bo'ladi.
Yomg'ir ko'p yog'sa ham musibat, oz yog'sa ham musibat. Me'yorida yog'sa yaxshilik. Me'yorini kim belgilaydi? Mana endi birodarlar, taqvo qilish siz bilan bizni rizqimizga qanday ta'sir qilishligiga dalolat qiladigan oyatlar. Astagfirullah. Va alloh istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, mustaqim bo'lganida, taqvodor bo'lganida, albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Ya'ni rizqni keng qilgan bo'lardik. Agar taqvodor bo'lsa bandalar. Keyingi oyat. Walau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar deyapti Alloh taolo, ana shu qishloq yoki shahar ahli iymon keltirib taqvodor bo'lganida, albatta biz ularga osmon va yerdan barakat darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. Birodar, sen o'zingni 8 sotik, 6 sotik uying ichida Alloh taoloning o'rinbosarisan. Sen o'zingni xonadoningda taqvoni qoyim qilib qo'y. 5 vaqt namoz, Qur'on tilovati, zikr, Alloh rozi bo'ladigan ishlarda qoyim qilib qo'y. Seni xonadoningda baraka bo'lmay iloji yo'q. Endi hamma taqvo qilmasa baraka bo'lmas ekanda deb turib, umumiy xalq haqida emas, o'zingni oilang haqida ham qilginda. Keyingi oyat. Astagfirullah. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min robbihim la akalu min fawqihim va min tahti arjulihim. Agar ular, deyapti Alloh taolo, Tavrotga, Injilga va Parvardigorlari tomonidan nozil qilingan barcha narsaga amal qilganlarida edi. Ya'ni Alloh nozil qilgan shariat bilan yashaganida ustlaridan ham, ostlaridan ham rizqlangan bo'lardilar. Qo'y ham semirardi, dehqonchilik ham zo'r bo'lardi, bog'dorchilik ham zo'r bo'lardi. Agar Alloh nozil qilgan narsa bilan yashashganida. Tushunyapsizlarmi endi bizning hayotimizni barakotli, keng bo'lishi nimaga bog'liq? Taqvoga bog'liq. Qanchalar taqvodor bo'lamiz, Alloh taolo shunchalik keng hayot, barakotli hayot beradi. Chunki birodarlar, ma'siyatlar qurg'oqchilikning sababi. Hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Ayollarning go'shti arzon bo'lsa, jasadlari, tanalari, chorvalarning go'shti qimmatlashadi. Yana qanaqa qoida kerak? Ayollarda hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Ayollarning go'shti arzon bo'lsa, zino ko'paysa, chorvalarni go'shti qimmatlashadi. Zino faqirlik olib keladi birodarlar. Zino faqirlik olib keladi. O'sha musofir yurtlarda oilalardan uzoq yurgan o'g'il bolalar, erkaklar o'zini nafsini jira olamasdan zinoga berilayotgan bo'lsa, u yerda topgan puli baraka bo'lmasligi 100% haqiqat bo'ladi. Tushunarlimi musofirchilikda yurganlar? Isrof kengaygan sari baraka ham torayib borar ekan. To'y qilamiz-ku biz. Bizning xalqlarda musibati to'yida. To'g'rimi? Isrof dasturxoni kengaygani sari baraka dasturxoni torayib boradi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rizq haqida aytganlar: "La yazidu fil umri illa al-bir." Umrni faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Qadarni faqat duo qaytaradi. Albatta kishi qilgan gunoh sababli ayrim rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas, ayrim rizqidan, ba'zi rizqidan. O'sha gunohni ozaytir, rizqing to'laligicha keladi. Sen gunoh qilding, ma'siyatga qo'l urding, kelayotgan rizqing ehtimol yarmi ketdi. Ehtimol barakasi ketdi, ehtimol 3dan 1 ketdi. Qoida rizqning keng bo'lishi, rizqning barakali bo'lishi bandaning mustaqimligiga bog'liq. Bandaning mustaqimligiga bog'liq. Shuning uchun bir odamni qarasangiz, bitta o'zi ishlaydi, ayoli ishlamaydi, mayda bolalar bor. Bitta o'zini topayotgan puli hamma yoqqa yetyapti. Oshib toshib ketdi, lekin minasiga muhtojligi yo'q. Bitta odam ishlab, demak mustaqim u. Yana bitta xonadonda qaraysiz, 6 ta odam bor, 4 tasi ishlaydi, 4 tasi pul topadi, lekin doim yetishmovchilik, kamchilik. Farq nimada bo'lyapti? Farq birida taqvo bor, birida taqvo yo'q.
Narx-navoni baland past bo'lishiga birodarlar Alloh taoloning irodasi. Ha birodarlar, narx-navolarni qanaqa bo'lishligi ob-havoga bog'liqmi? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo zo'r kelsa, qulay kelsa, ekin dehqonchilik, bog'bonchilik o'rnida bo'ladi. Binobarin mahsulot keng bo'ladi, arzonchilik bo'ladi. Narxlar arzon bo'ladi. Endi mana shu narsani teskarisi bo'ladigan bo'lsa, narx-navo qimmatlashadi. Demak, ob-havoni Alloh taolo idora qilishligi bilan, boshqarishligi bilan narxlarni belgilab qo'yadi. Bandalarni rizqlarini o'lchov bilan berishlik bu ojizlik qonuni emas. Bu ojizlik emas. Balki bu rizqni o'lchov bilan berishlik tarbiya. Alloh azza va jalla siz bilan bizni dunyoga kiritar ekan, rizqimizni taqdirimizga bitib qo'ygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ana shu hadislarida inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan hadisi bor. Sizlarda har bittanglar onasini qornida 40 kun nutfa holatda turishi, yana 40 kun laxta qon holatda turishi, yana 40 kun bir parcha go'sht holatda turishi bor deganlar. So'ngra ana shu 120 kunga to'lgan bir parcha go'shtga Alloh taolo farishtani yuboradida rizqini taqdir qiladi. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini bitib qo'yadi. Demak, rizq Alloh tomonidan yozib qo'yilgan. Endi ana shu bandalarning rizqini qaraydigan bo'lsangiz, kimning rizqi kengroq? Boy badavlat to'kin sochin yashaydi. Kimning rizqi tangroq, u faqirroq yashaydi. Nima? Alloh taolo qodir emasmidi hamma rizqini keng qilib qo'yishlikka? Albatta qodir edi. Nima Alloh taolo birini kambag'al, birini boy qilishga muhtojmidi? Yo'q, Alloh taologa hech narsani keragi yo'q. Butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Nima unda birini boy, birini kambag'al qildi desa aytamizki, Alloh ojizligidan bunday qilgani yo'q. Balki tarbiya uchun shunday qildi. Albatta buning hikmati bor. Qaytaramiz. Bandalarning rizqlarini o'lchov bilan berilishligi ojizlik emas, balki bu tarbiya. Mana shu yo'l bilan Alloh taolo bandalarni sinaydi, tarbiyalaydi. Boyni boyligi bilan sinasa, kambag'alni kambag'alligi bilan imtihon qiladi. Masalan, biz ham mana qiladigan ishimizga qarasak, uyimizdagi elektr tokini ishlatishlikda nima qilamiz? Cheklaymiz. O'chirib qo'ying lampochkani. Ana pechkani ikki orqasini yoqmagin, bittasini yoqqin. Moncha so'm ketdi bir oyda. Sal insof qilinglar. Kelinlar, sal, Endi bu bizni elektr tokini cheklab ishlatishligimiz ojizlik qonuni, ojizlik ishi bo'ladi. Gazni, ko'mirni yoki bo'lmasa shu elektr tokini tartiblayotgan paytimizda biz ojizligimizni tan olib turib, ojizligimizdan tartiblayapmiz. Chunki birodarlar, ana bu GESni tosh chiqaradigan apparatlar eskib qoldi. Isrof qilmanglar deydi. Mana hukumat vakillari so'rayapti, mopaytdan mopaytgacha o'chiringlar deyapti. Bu ojizlikdan birodarlar. Ammo Alloh taolo bandalar rizqini turli qilishligi va cheklashligi ojizlik emas, balki tarbiya qonuni. Qaysi yurtga yomg'ir ko'p yog'maydi, qurg'oqchilik bo'ladi, qimmatchilik. Qaysi yurtga keragidek yog'adi yomg'ir, mo'l ko'lchilik. Unisi ham, bunisi ham sinov. Biz aytdik, bu borliqda Alloh taolo millionlagan qonunlarni joriy qilib qo'ydi. Shu qonunlar tabiat qonunlari hayotni bir maromada ketishligini ta'minlaydi. Masalan, temir odamlarda fosiq, fojir yoki taqvoli bo'lishiga bog'liq emas xususiyati. Odamlar rasvo bo'lib ketsa ham, taqvodor bo'lib ketsa ham temirligicha turaveradi. Odamlarda iymon e'tiqodi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yer aylanaveradi. Shamol esaveradi. Suv pastga qarab oqaveradi. Bu qonunlar tabiat qonunlari hayotni o'z maromida ketishligini kafolati bo'lganligi uchun bandalarni fe'l atvoriga bog'liq emas. Lekin ikkita qonun bor, mana shu qonunlarning ichida bandalarning fe'l atvoriga bog'liq. Birinchisi sog'lik qonuni, ikkinchisi rizq qonuni. Banda fisq, fujur, ma'siyatga kirar ekan, mana shu ikkita narsani kamayib bor ekanligini, yo'qolib bor ekanligini ko'rasiz.
iymon, e'tiqod, taqvoga yurgan sari baraka topayotganligini, xayriyat ko'rayotganligini ko'raverasiz. Alloh taolo har narsaga qodir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Bilasizlarmi, Odam alayhisalom davrida meva-chevalar qanaqa bo'lgan? Odam alayhisalom bo'yi 60 metr bo'lgan. Binobarin yeydigan mevalari ham, yeydigan mahsulotlari ham shunga yarasha bo'lgan. O'sha Odam alayhisalomdan boshlab shu kungacha insoniyat pasayib, kishayib kelyapti bo'yi. Binobarin mevalarimiz ham kishayapti ekan. Endi Iso alayhisalom tushgan davrda birodarlar, mana qiyomat alomatlarining kattalari sodir bo'lib, Dajjal chiqadi, Yajuj Majuj chiqadi, Imom Mahdiyning kelishi bor. Iso alayhisalom tushib, yer yuzida Dajjalni o'ldirgandan keyin 40 yil yashaydi. Ana shu Iso alayhisalom 40 yil podshoh bo'lib yashagan davrda musulmon bo'ladi, musulmonlarda hajini qiladi, musulmonlar namozini o'qiydi. Zotan Iso alayhisalom o'zi musulmon. Ana shu Iso alayhisalom davrida podshoh odil, Allohning hukmi bilan ish yuritgan Iso alayhisalom podshoh bo'lib turganda yer yuzida Odam alayhisalom davridagi baraka bo'ladi. O'sha rivoyatlarda keladi, bitta olma bitta jo'raga yetadi. Bir dona olma butun jo'raga yetadi. Ya'ni nima demoqchimiz? Rizq va sog'lik qonuni bandalarning fe'l atvoriga aloqasi bor. Shuning uchun boshingiz kasaldan chiqmayotgan bo'lsa, rizqingizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, birodar, o'zingizdan qidiring. Zero Alloh taolo bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. O'shuning uchun o'zimizdan qidiraylik. O'zimizdan qidiraylik. Endi hamma yo'g'iz nazaringizda tekkiz bo'lsa ham, yetishmovchilik yoki kasallik kelayotgan bo'lsa, bu ikkita ishdan bittasi. Sizni qilayotgan fe'l atvoringiz fisq fujuringizga qarab kelayotgan bo'lsa, shu ishingiz uchun mukofot u. Shunda ham sizga foyda, dunyoda qutulyapsiz shu xatoingiz uchun. Endi hamma yo'g'iz tekkiz bo'lsa ham nazaringizda musibat kelayotgan bo'lsa, ikkinchi variant. Nima edi u? Alloh darajasini ko'tarayotgan bo'ladi. Ikkala holatda ham mo'min yutuqda. Birinchi holatda bo'lsa gunohlar yuvilyapti, ikkinchi holatda bo'lsa darajasi ko'tarilyapti. Alloh qodir birodarlar. Hammani rizqini keng qilib, boy badavlat qilib qo'yishlikka qodir. Zero aytadi, astagfirullah, va in min shay'in illa indana khazainuhu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Hajr surasida Alloh aytayaptiki, sizlarda rizqinglar bo'lgan har bitta narsaning asli, manbasi bizni dargohimizda. Sizlarda rizqinglar nima? Yeydigan, ichadigan, kiyadigan shu narsalarmi? Rizqinglarning manbasi, tomiri bizda. Biz u narsalarni aniq o'lchov bilan tushirib turamiz. Misol kerakmi? Men shu tutkilab ancha ma'lumot topdim-da. Eng katta oshqovoq necha kilo bo'ladi? Masalan, 20 kilo. Bo'ladimi? Yo'q. Belgiyada 2016-yil bitta oshqovoq 1 tonna 200 ga yetgan. Shu butun mahalla yetadi deganda bitta oshqovoq. Alloh xohlasa shunaqa qilib qo'ya oladi hammasini. Alloh qodir har narsaga, lekin o'lchov bilan tushiradi. O'lchov bilan tushirishi tarbiya uchun. Kartoshka. Bir dona kartoshka 5 kilo yetgan birodarlar. Sholg'om 16 kilo. Xitoyda bo'lgan 2015-yilda. Sabzi, bir dona sabzi 10 kilo 200. 2017-yil Amerikada shu tortilgan. Karam. Bir dona karam 30 kilo. Bodring 1,5 metr 7 kilo. Bir dona piyoz 8 kilo. Voh, hozir nechta bo'lib qoldi piyoz? Tarvuz 150 kilo. Limon 5 kilo 300 gram. Birodalar, Alloh har narsaga qodir. Siz bilan bizni rizqimizni manbasi asli Alloh taoloning huzurida. Alloh xolasa shunaqa qilib qo'yishi mumkin. Lekin birini kambag'al, birini boy qilishligi, bir yurtda yomg'irli serob bo'lishi, bir yurtda qahatchilik bo'lishi bu tarbiya bizga. Mana aytdi Iso alayhisalom yer yuziga tushgan paytda Odam alayhisalom zamonidagi baraka bo'lib ketadi birodarlar. Bitta olma bitta bir jo'raga kifoya qiladigan bo'lib ketadi. Dehqonchilikda, bog'dorchilikda baraka bo'ladi. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, mana shu fazoda shunaqa bir
bulutlar bor ekanki, birodarlar, kashf qilingan ulamolar tomonidan. Ular yerdagi dengiz va okeanlarni tushuk suv bilan har kuni 60 marta to'ldirib qo'yishlik qudratiga ega ekan. Bir kunda dunyodagi hamma suv havzalarini shirin suv bilan 60 marta to'ldirib qo'yishlik qudratiga ega. Qayerda bu? Va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Sizlarda rizqinglar ham, sizlarga va'da qilingan narsa ham osmonda, deyapti Alloh taolo. Ma'qulmi? Alloh hammasiga qodir, lekin bandalarning fe'liga qarab beradi bu narsani barini. Suvni serobligi imtihon, qurg'oqchilik imtihon, hosilni serob bo'lishi imtihon, oz bo'lishi imtihon, issiq sovuq ham imtihon. Haligi fermerdan jurnalist borib nima oladi, intervyu oladi. Bir yil mancha hosilga erishibsiz, buni siri nimada deydi. Yine haligi fermer xuddi o'zi qilib qo'ygandek uni nima deydi? Nima deydi sanaylar. Yerni vaqtida haydovdik, dorini vaqtida soluvdik, manaqa ishlarni qiluvdik, ine bo'ldi deydi. O'tganni ham qiluvdingiz shu ishda. Nima o'tganli bo'lmaydi, deyolmaydi jurnalist. U iymondan kelib chiqib solib bermayapti-da. Endi keyingi yil bo'lmadi hech narsa. Nimaga bunaqa bo'ldi desa nima deydi? Ob-havo chatoq kelganiga baylanishdi deydi. Yo bo'lmasa nima deydi? Qish to'satdan kelib qoldi dedi. Dekabrda to'satdan kelib. Musulmonlar nima deydi? Ikkala holatda ham nima deyish kerak? Nimadan boshlash kerak? Bu Allohning xohishi. Biz qo'limizdan kelgan sababni qildik. Allohning marhamati bo'ldi, shuncha narsani berdi. Chunki o'tgan yil qilganimizda bermadi, demak o'tgan yil berishni xohlamagan ekan. Bir yil berdi deb turib Allohga fazilni qaytara olmaydi. Bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi shunda. Allohning mashiati, Allohning irodasiga bog'la olmaydi o'zini hayotini. Bunday qilsang zo'r bo'lib ketasan. Mana bir reys borib keldi, bunaqa bo'lib ketdi. Sen ham bunday qilsang zo'r bo'lib ketasan. Voy, seni ishing sabab xolos, birodar. Kim aytgani bo'ladi? Demak, Alloh taolo mana shu ob-havo bilan, narx-navo bilan, rizqni keng tor bo'lishligi bilan bandalarga adab beradi, ta'lim beradi. Shuning uchun bandalar atrofida bo'layotgan ishlardan o'zlariga ibrat, xulosa olishligi kerak. Hikmat ustiga kelgan musibatdan o'ziga dars olmagan kishining musibati shu kelgan musibatdan ko'ra kattaroq ekan. Boshiga musibat keldi. Musibat bu. Ketdi. Shundan dars ololmadimi? Demak, shu dars ololmayotganligi u musibatdan ko'ra kattaroq musibat ekan. Ahmoq o'zini xatosidan dars oladi. Ahmoq xato qilib qo'yib, o'sha xatosidan dars oladi. Bu ahmoq bu. Endi aqlli odamchi? O'sha ahmoq xatosidan dars olib qo'yaveradi. Demak, birodarlar, Alloh taoloning go'zal ismlaridan Al-Musa'ir, narxlarni belgilovchi. Narxlarni belgilash Alloh taoloning ishi, takviniy ish dedik. Endi narxni qanaqa bo'lishiga Allohning ixtiyorida ekan, lekin bandalarning ustida taklifiy ish bor. Savdoda, muomalada yolg'on gapirma banda, xiyonat qilma, aldama, tarozidan urma, ixtikor qilma. Agar mana shu shariatning shu ko'rsatmalariga amal qilsang, itoat qilsang, narxlar tabiiy suratda o'z o'rniga tushganini va hamma uchun qulay bo'lib qolganligini ko'rasan. Tushunarlimi? O'sha savdogarlarimizni qilayotgan fe'l-atvori, dehqonlarimizni qilayotgan fe'l-atvori narx-navolarda to'g'ridan to'g'ri ko'tarilib yoki tushib ketishligiga bog'liq bo'ladi. Avval darsimizda aytib o'tganimizdek, insonning eng keng tarqalgan faoliyati bu oldi-sotdi. Deyarli hammamiz olib sotamiz. Endi oldi-sotdidagi eng muhim narsa bu narx-navo. Narxlar esa Alloh taoloning qo'lida. Allohga yaqin bo'lganimiz sari narx-navolarimiz qulay bo'ladi. Allohdan uzoqlashganimiz sari narx-navolar ko'tarilib boradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrda o'zining viloyatdagi valiylarni chaqirib hisob-kitob qilib turardi-da, narx-navolar qalay deb qo'yardi.
Narx-navolar yaxshimi? Demak, raiyat yaxshi, rahbariyat yaxshi. Narx-navolar ko'tarilib ketyaptimi? Demak, bandalarning qilgan ishlari bunga sabab. Ana shu valilardan bittasidan so'rayapti. Xalifa Umar ibn Xattob. Seni oldinga o'g'illik qilgan bitta odamni olib kelsa, nima qilasan? Qo'lini kesaman dedi. Umar ibn Xattob aytdiki, unday bo'lsa, agar seni ra'iyatingda bo'lgan bir kishini olib kelsa, qonni och qolgan bo'lsa, qiylangan bo'lsa, shikoyat qilib kelsa, men ham seni qo'lingni kesamanmi dedi. Qo'lni kesishlik oson. U nimaga o'g'irlik qildi? Qorni ochligidan, qiylanganligidan majbur bo'lganidan. So'ngra aytdiki, "Ey falonchi" dedi. Ularni ochligini to'sishimiz uchun, kamchiliklarni to'ldirishimiz uchun, o'zlarini kasb va hunarlarini qilishga sharoit qilib berishimiz uchun bizni Alloh ular ustiga rahbar qildi. Agar shu ishni uddalay olsak, ra'iyatni minnatdorchiligiga ega bo'lamiz. Albatta bu qo'llar mehnat uchun yaratilgan. Agar ular toat, ibodatda ishni topishmasa, ma'siyat ishlarini qidiradilar. Bas bu qo'llar seni ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yishdan avval ularni toat bilan mashg'ul qilib qo'ygan dedi. Xulosa, narx-navolarni past-baland bo'lishligi, bandalarning fe'l atvorlari, Alloh taologa yaqin uzoq bo'lishligi taqvo va huzurlarga bog'liq bo'ladi. Biz endi umumiy suratdagi ko'chadagi bozorda narxini aytayotgan bo'lsak, umumiy suratda hammaga tegishlik. Lekin har bittamiz o'zimizning xonadonimizdagi barakaga ham xuddi shu yo'l bilan erishamiz. 8 sotik, 5 sotik, 10 sotik uy bor. O'sha 5 ta 6 ta odam ustida boshliqsiz, ersiz, otasiz. Allohning mana shu hovlidagi xalifasisiz siz. Mana shu xonadonda Allohning hukmlarini joriy bo'lishligini nazorat qilib, shu narsani uddasidan o'tsangiz, qancha topishingiz muhim emas. Baraka bo'ladi. Harom yo'l bilan pul topgan odam hech qachon boy bo'lmaydi. Garchi seyfi to'ldirib pul turgan bo'lsa ham. Chunki insonda boy bo'lishligi pulda qanchaligi bilan emas, qalbida rozilik bor yoki yo'qligi bilan. Harom yo'l bilan pul topgan odam hech qachon saodatli bo'lmaydi. Chunki saodatli bo'lishlik uy jihozlarini yangiligi, mashinalarning yangi uyda hashamatligi bilan emas, insonning saodatli bo'lishligi hayotidan roziligi bilan. Harom pul hech qachon insonni rozi qilmaydi. Xulosa, qanchalar taqvoli bo'lasan, shunchalar rizqingda, umringda, vaqtingda baraka bo'ladi. Qanchalar fisq fujurga, ma'siyatga berilasan, rizqingda, umringda barakot, vaqtingda bo'lmaydi. Rizqni keng qiluvchi, rizqni tang qiluvchi, rizqni beruvchi, narxlarni belgilovchi al-Musa'ir Alloh taoloning o'zi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Narxlarni belgilab bering bizga deyishganida payg'ambarimiz aytdilarki, yo'q. Narxni Alloh belgilaydi. Nima uchun Rasululloh xohlamadilar? Mana buncha narxda sotasan deb majburlashga. Qiyomat kunida dedilar, birortanglar mazlamani, qonni yoki molni mendan talab qilmagan holimda Robbimga yo'liqishni xohlayman dedilar. Mana narxda sotasan desa, xalqqa yengillik bo'lishi mumkin, lekin savdogarga zulm bo'lib qolishi mumkin. Agar men belgilab qo'ysam, qiyomatga borib turib, "Ya Rasululloh, siz mana narxda belgilab bergan edingiz, belgilab beruvdingiz, men sotdim, zarar qildim, endi menga haqqimni bering" deb meni oldimda haq so'rab kelishini xohlamayman dedilar. Vaholanki Rasulullohning so'zlari nima edi? Shariat edi. Majburiy suratda narxlar tushirilsa, birodarlar, ko'p yaxshiliklar to'xtab qoladi. Hosil yaxshi bo'ldi, ob-havo sabab, demak narx-navolar pasayadi, kengchilik bo'ladi. Ammo ishboshilar zaruratsiz savdogarlarni dehqonlarning ishiga aralashib turib, narxlarni majburiy tushirsa, besabab odamlarda ba'zilarga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun Alloh taolo belgilaydi bu narsani. Ammo demak Alloh belgilar ekan, hech kim aralashishi mumkin emas ekan degan xulosa ham chola bo'lib qoladi. Nodir holatlarda, qiyinchilik vaqtida, qahatchilik holatida narxlar ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, davlat rahbarlari ommani foydasini o'ylab turib,
cheklashligi, narxni tushirishligi joiz bo'ladi. Kecha biz shunga dars aytib bersam, bir ukamiz aytibdi, dehqon, "Domla, u piyoz 70 so'm bo'lgani dehqonga emas, olib sotarga" deyapti. To'ppa-to'g'ri, dehqonga yoqasi oqarish qiyin. O'sha tolaga keladi, aytgan narxida beradi, u buyog'dagilar qilib tashlaydi, bema'nigarchilikda. Shuning uchun o'shaqa perikopchilar bo'lsa, ekspeditorlar bo'lsa, olib sotarlar bo'lsa, yaxshilab bilib olinglar. Bugun peshonalarga yozilgan rizq bor. Elda o'ylab turib ozonroq sotsanglar ham o'sha rizq, nafsiylarda o'ylab turib elda qimmatchilikka olib kirishsanglar ham o'sha rizq. Ma'qulmisizlar? Yozilgan, undan ko'pi ozi kelmaydi. Shuni tushunish kerak. Bozorga bir porto piyoz olib kirdi, olib kirsa bozorda piyoz yo'q ekan. Nima deydi darrov nafsi? 50 dan urib yuboradi-da. O'zi o'sha 25 so'mga sotsa 5 so'm foyda qilar edi. Uni hamma yo'q hisob kitob bor. Portoga mancha beradi, yo'lkaga mancha beradi, izborga mancha beradi deb turib 5 so'm foyda qilaman deb olib keluvdi. Bir tonnadan 5000 so'm foyda qilaman dedi, biroq 30 ming bo'lib qoldi-da. Shu odam yutdim deb o'ylayaptimi? Yutdi-da, to'g'rimi? Biz odamlarda shunchasida o'sha 5000 dan o'rniga 30 ming oldi. U yutdi. Birodar, bu 30 ming qayerga ketar ekan? Shunisi qiziq emasmi senga? Bitta kasal bo'ladi, 30 mingga 30 ming qo'shib turib doktorga olib borib berasan. Yo bir qandaydir mashina stul beradi, 1000 dollarni mashinaga sarflaysan. Tushunarlimi savdogarlar? 20 so'mga olib 25 so'm sotyapsizmi? 25 so'mga sotib olavering. Endi undan keyin olib kelgan bir portal olib kelgan endi 60 so'm sotadi. Tushuninglar birodarlar. Boylik, kengchilik, mo'l hayot, saodat pulni qanchaligida emas, pulni qanaqaligida. Bugun yozilgan. Ali ibn Abi Talibning qissasini eslaymiz. Masjid oldiga kelib xachirini yoki otini baylagani qoziq topolmadi. Bir odam turgan ekan, ushlab turing dedi. Xachirni ushlab turibdi. Namoz o'qib chiqsa, xachir turibdi, yugani yo'q. Ali ibn Abi Talib o'g'liga berdi pulni. 2 tangani. Bor, nima qilgin? Yugan olib kelgan. Borib, ayni shu o'g'ridan sotib olib keldi. Qarang, bu yerda bir qiziq narsani. Ali roziyallohu anhuning cho'ntagidagi 2 tanga mana shu odamning qo'liga tushishligi taqdir qilgan, ozgina bunday qilib tursa, o'sha 2 tangani olib chiqib berar edi. Shu 2 tanga, ayni 2 tanga, 3 tanga emas, 1 tanga emas, ayni Alining cho'ntagidan chiqish kerak roziyallohu anhu. Haligi o'g'illab 2 tangaga sotib ketdi. Shu o'g'illikni qilmasam menda 2 tanga bo'lmasdi deb o'ylayapti u. Ey, sen o'g'illik qilgan uchun 2 tangalik bo'lmading. Alloh seni rizqingga yozgani uchun 2 tangalik bo'lding. Tushuninglar, rizqinglar yozilgan. Va fis samai rizqukum va ma tuadun. Savdogarlar, narx-navoni ko'tarmaslikka haris bo'laveringlar. Qiyinchilik paytida birodarlar, demak, davlat rahbarlari ommani, xalqning foydasini o'ylab turib, narxlarni cheklashlikka haqlari bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, narxlarni pasaytirishlik ayrim holatda zulm bo'lib qolar ekan, narxlarni pasaytirishlik ayrim holatda hikmatdan bo'lar ekan. Shuning uchun shariat birodarlar ayni adolatni o'zi. Shariat ayni hikmatni o'zi. Shariat ayni rahmatni o'zi. Shariat birodarlar ayni foydani o'zi. Shariatga amal qilavering. Ular 30 ming foyda qilganda 5 ming bilan ketavering, siz yutdingiz. Chunki shariatga nima qildingiz? Amal qildingiz. Chunki qaysi ish foyda bo'lmasa, demak u zarar. Qaysi ishda adolat bo'lmasa, demak shu ish zulm. Qaysi ishda hikmat bo'lmasa, demak bu behikmatlik birodarlar. Nima deb atasiz aytavering uni? Nima deb atasiz aytavering? Ammo savdogarlar hech qanday zaruratsiz ixtikor qilib narxlarni oshirib oladigan bo'lsa, ommaga zarar yetadigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytganlar, afzalun nas anfahum linnas. Savdogarlar, odamlarning eng yaxshisi kim? Odamlarga foydali bo'lgani. Al-Musa'ir so'zining ma'nosi. Al-Musa'ir Alloh taoloning o'zi. Belgilovchi uning o'zi. Bir narsani narxini ko'tarish, tushirish Allohning ishi.
Bir narsani ta'sirini kuchaytirish uni ishi, bir narsani martabasini ko'tarishlik Allohning ishi. Al-Musa'ir. Alloh taoloning zotiga dalolat qiladi. Hamma narsani qadr-qiymatini Alloh taolo o'zi belgilaydi. Mana qiyomat bo'ladi, birodarlar. Qiyomat bo'lganda ham hamma narsani narx-navosini o'zini o'rniga qo'yib qo'yadi. Har bitta bandaning qadr-qiymati o'zini o'rnida bo'ladi. Kimi narxi qancha bo'lsa, shunga yarasha maqomda bo'ladi. U kunda bandalar tiz cho'kkan holda bo'ladi, Alloh taoloning hukmiga quloq tutadi. Bilasizlar, dunyoda savobli ishlarni qilayotgan odamni ko'rganimizda havas qilamiz, yaxshi ko'ramiz, haqqiga duo qilamiz va inshaalloh jannatga kiradi deymiz. Lekin ularning haqiqiy narxini Alloh taolo o'zi biladi. Bizi ko'zimizda solih insonlar ular. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari qiyomat kunini do'zaxni tutantirig'i. Qiyomat kunida do'zaxning tutantirig'i 3 ta odam bo'ladi. Olim bo'ladi, diniy olim bo'ladi, saxovatli boy bo'ladi, Allohning yo'lida jihodda shahid bo'lgan musulmon bo'ladi. Odamlar ularni qilgan ishlarini ko'rib turib, bu juda ham zo'r odamlar deb o'ylaydi. Lekin haqiqiy narxini qiyomatga borganda Alloh taolo belgilaydi. Olimni olib keladi. Unga ne'matlarini eslatadi. Hali banda ne'matni tan oladi. Senga ilm berganman, nima qilgansan? Banda aytadi, Parvardigor, sen uchun ilm o'rgandim, ilm o'rgatdim deydi. Haqiqatan shu ishni qilgan. Haqiqatan odamlar bunga guvoh. Lekin qalbida nima niyat ekanligini Alloh taolo biladi. Sen bu narsani olim deyish uchun, hurmat ko'rishlik uchun, falon narsa uchun qilgansan, Alloh uchun emas. Banda inkor qila olmaydi, sur jahannamga buni deydi. Ikkinchisi saxovatli boyni olib keladi. Ne'matlarini Alloh eslatadi. Tan oladi banda, boy qilgan haqiqatan. Nima qilgansan? Parvardigor qanaqa bir savobli joy bo'lsa, sen uchun sarflaganman pulni deydi. Lekin uni niyatini, qalbini Alloh biladi. Sen saxovatli odam, xotamtoy, saxiy odam degan nom uchun qilgansan. Qodqil, sen aytgan gap aytildi. Sen orzu qilgan gap aytildi, sur jahannamga deydi. Qiyomat kunida hammaning narxi o'rniga tushadi. Xotirjam bo'linglar, birodarlar. Sizning nazaringizda odamlar boshiga qo'yayotgan odamni ablaqligini bilsangiz, buni bilishmayaptimi kimligini? Bu o'zi manaqa odam deyapsiz. O'lishingizga ishonasizmi? Ishonasiz. Qayta tirilishga ishonasizmi? Ishonasiz. Tek qo'yib turing. Qiyomat bo'lsin, sizni ham ko'ramiz narxingizni qanaqaligini. Shuning uchun Al-Musa'ir Alloh taoloning go'zal ismlaridan, hamma narsani narx-navosini, hamma narsani qadr-qiymatini o'zi belgilab qo'yadi. 3-odam shahid edi. U ham haqiqatan jangga chiqqan, Allohning kalimasini oliy qilish yo'lida fe'lan qatl qilingan. Nima ish qilding desa, sening yo'lingda jonimni berdim deydi. Lekin Alloh taolo aytadi, sen jari, qo'rqmas, jasur, qahramon degan nom uchun qilding. Odamlar seni shunaqa dedi, sur buni jahannamga deydi. Shun birodarlar, biz kimni narxi qanaqa ekanligini qiyomatga borganda Al-Musa'ir bo'lgan Robbimiz belgilab qo'ygandan keyin ko'ramiz. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti, Alloh taoloning go'zal ismlari bor. Bas unga ular ila duo qilinglar, ular ila chorlanglar. Sahobalar kelib, narxlar qimmatlab ketyapti. Narxlarni belgilab bering ya Rasululloh deyishdi. Rasululloh aytdilar, narxlarni belgilovchi Alloh taoloning o'zidir. Al-Musa'ir, Al-Qobis, Al-Basit, Ar-Razzaq narxlarni belgilashni xohlamadilar. Aytdilarki, qiyomat kunida birortanglar mazlamasini, qonni yoki molini mendan talab qilmagan holimda Robbimga yo'liqishni xohlayman. Agar Rasululloh belgilab qo'ysalar, kimlargadir zulm bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bunday ishni qilishni xohlamadilar. Narxlarni Alloh belgilaydi. Narxlar hosilga bog'liq. Hosil mo'l bo'lsa, narxlar arzon bo'ladi, hosil yaxshi bo'lmasa, narxlar qimmat bo'ladi. Hosil esa nimaga bog'liq? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo Alloh taoloning qo'lida. Insonning ustidagi eng ulug' ne'mat bu birodarlar hidoyat. Uning orqasida sog'lik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
shunday deb duo qilardilar. Allohumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Parvardigorim, men sendan dunyo oxiratda ofiyatni so'rayman. Inson bolasi doimiy suratda imtihonda bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo bir bandaga yaxshi ko'rgan narsasini berdimi? Sinabdi. So'ragan yaxshi ko'rgan narsasini bermabdimi? Bu ham sinov ekan. Chunki birodarlar, dunyo sinov hovlisi. Tekislik emas, egriliklar hovlisi. Rohat emas, mashaqqat hovlisi. Agar bu haqiqatni inson anglab yetadigan bo'lsa, dunyoni yengilligiga quvonmaydi, mashaqqatiga qayg'urmaydi. Alloh taolo bu dunyoni sinovlar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Bu dunyodagi balolarni oxiratdagi atoyotlarga sabab qildi. Oxiratning atolarini esa dunyo balolari uchun evaz qildi. Demak, Alloh taolo berishdan avval olib qo'yadi, mukofotlashlikdan avval balolab qo'yadi. Boqqa kirdingiz, olma pishib yotibdi. Shu olmalardan bittasini sizga Alloh taolo taqdiringizga yozgan bo'lsa, uni yeyishni yo'llari turli bo'ladi. Sizga peshanangizga yeyishni yozilgan bir dona olma bor. Uni o'g'irlab yeyishingiz ham mumkin. O'g'irlasangiz ham yeysiz. Birov mehmon qilib, chaqirib, ziyofat qilib yegizishi ham mumkin. Yoki ko'chada ketasiz, qo'lingizga hadya qilib ushlatib qo'yishi ham mumkin. Modomiki shu olma sizni taqdiringizga bitilganmi? Qaysi yo'l bo'lishidan qat'iy nazar albatta yeysiz, bunga iymoningiz komil bo'lsin. Lekin harom yo'l bilan emas, Alloh saqlasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i. Inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqaha." Ibn Mojadan bu hadis. Rasululloh aytadilar: "Albatta ruhul qudus Jabir alayhissalom menga shuni bildirdiki, albatta nafs o'zining rizqini to'laligicha olmasdan turib o'lmaydi. Garchi unga kechiksa ham. Bas Allohdan taqvo qilinglar va uni talab qilishlikda chiroyli yo'l tutinglar." Yozildimi? Shu rizqingni yemaguningcha o'lmaysan. Peshanangda bo'lsa, o'shunga yetasan. Sen faqat sababini qilishlikka javobgarsan. O'sha yozilgan rizqini halol yo'l bilan olib olish ham bitta sabab, harom yo'l bilan olish ham bitta sabab. Yangi mavzu. Rizq va kasb orasidagi farq. Bironta bir hunarni, ilmni tanla birodar, rizqing o'shani sababidan keladi. Lekin ulamolar rizq bilan kasbning orasida farq borligini aytishadi. Rizq nima, kasb nima? Bizda kasb deganda hunarni tushunamiz. Lekin bu yerda aytilayotgan kasb boshqacharoq narsa. Rizq sen undan foydalangan narsa. Bir kiyimni olib kiyding, demak sen rizqing, foydalanding. Bir ovqatni yeding, foydalanding. Badaningga hazm bo'ldi, shu rizq. Sen ustida uxlayotgan ko'rpa to'shaging, undan foydalanyapsan. Rizq. Sen foydalanayotgan va foydalangan narsa rizq deyiladi. Endi undan tashqari qo'lingga to'plangan narsa moling, u kasbing deyiladi. Unda meni vashsha kasbim katta ekan-da, ha, boymisiz? Kasbingiz katta ekan. Rizqingizmi o'sha kambag'al yegandaqa bir china lamon deyapsiz? Kambag'al kelgandaqa bitta do'pini kiyapsiz? Kambag'al uxlagandaqa 8 soat uxlayapsiz. Hozir puldor odam ham bir china lamon yeydi, kambag'al odam ham bir china lamon yeydi. Rizq siz foydalanib bo'lgan narsalar, foydalanayotgan narsalar, ammo hali siz foydalanmasdan bosib qo'yganingiz kasb. Qiyomat kunida mana shu to'plangan narsa haqida, kasb haqida inson so'raladi. Ikkita savol beriladi. Qayerdan topding, qayerga sarflading? Demak, rizq bilan kasb o'rtasidagi farq aniq ko'rinib turibdi. Sen foydalangan narsa rizq, hali foydalanmagan, to'plab qo'ygan narsang kasb. Asarlarda keltiriladi, mayyit tobutga solib ko'tarildi. Ana shu tobut ustida bu mayyitning ruhi aylanib turgan holda chinqiradi, nido qiladi. Ey ahlim, ey bolalarim, dunyo men bilan o'ynagandek,
sizlar bilan ham o'ynab qo'ymasin. Meni aldagandek sizlarni ham aldab qo'ymasin. Bu molni, boylikni halolidan ham topdim, haromidan ham topdim. So'ngra boshqalarga qoldirdim. Uni huzuri qolganlarga qoldi, menga esa mashaqqati qoldi. Demak, inson yegani, foydalangani, ishlatgani rizqi, to'plab qo'ygani kasbi bo'ladi. Lekin kasbiga ham javob beradi. Mol dunyo masalasi, birodarlar, bu xatarli mavzu. Ikkita savol beriladi bunda. Qayerdan topding? Qayerga sarflading? Astagfirullah. Fa va robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, deydi Alloh taolo Hijr surasida. Albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ishlari haqida so'raymiz. Alloh taolo al-Musa'ir bo'lgan zot. Narx-navolarni o'zi belgilaydi. Bandalarning Allohga bo'lgan taqvosi qanchalar baland bo'lar ekan, jamiyatda yashayotgan odamlar qanchalar mo'min bo'lar ekan, ibodatda bo'lar ekan, halol bo'lar ekan, narx-navolar mo'tadil bo'ladi. Aks holda narx-navo Alloh taoloning qo'lida. Ulamolar aytishadi, farz bo'lgan islom hajji, bir marta haj qilishlik farz. Undan keyingi qilgan hajlaringiz bo'lsa, nafil bo'ladi. Mana shunday nafil hajlardan 80 tasini qilgandan ko'ra haromdan bo'lgan bir doniqni tark qilishlik yaxshiroq deyshadi. Bir marta haj qildingiz, soqit bo'ldi, farzni bajardingiz. Endi 80 marta haj qildingiz. Bu bitta savob. Lekin bir so'm harom luqma kelganda o'zingizdan nari qildingiz. Buni savobi bo'lgan nafil hajdan ko'ra uzunroq bo'ladi. Shuning uchun topish tutishingiz, birodar, halol bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, Allohga boradigan yo'lingiz ham to'g'ri va oson bo'ladi. Chunki qilinadigan gunohlarni qaraydigan bo'lsak, 10 ta gunohdan 9 tasi muomalada, oldi sotdida va ayollar bilan bo'layotgan muomalada ekanligini ko'ramiz. 10 ta xatodan 9 tasi nimada? Oldi sotdida, muomalada va xotinlar bilan qilayotgan muomalada. Alloh taoloning hikmati ilohiyasidan bo'ldi. Nima? Haromni topish oson, halolni topish qiyin. Agar buni aksi bo'lganda nima bo'lardi? Haromni topish qiyin, halolni topish oson bo'lsa, odamlar qaysi amalni qilardi? Halolni qiladi, chunki oson. Allohga yetib borish ham oson bo'lib qolardi-da. Lekin Alloh taoloning muhabbatiga yetishlik oson narsa emas. O'shuning uchun halol topishlikni Alloh taolo qiyin qildi. Inson tirikchilik qiladi. Oladi, sotadi, yuguradi, yeladi, yo topadi, yo topmaydi. Xullas mehnat qiladi. Endi mana shu mehnatni halol pokiza qilishlik kishining ulug'vorligiga, butulatiga dalolat qiladi. Asarlarda keltiriladi: "Man batakallam min talabil halal bata maghfuron lah." Halolni talab qilgan holida ishlab, kun o'tkazib, charchab tunagan kimsa gunohi tunda kechiriladi. Diqqat qilinglar. Halol mehnat qiladiganlar. Hech kim o'zini harom mehnat qilaman demaydi, bilasizlar? Yo bormiki, men haromdan topaman rostdan deb. Haromdan topishni bilsa ham tan olmaydi. Boy to'rt xil bo'ladi qiyomatda. Haromdan topib haromga sarflagan do'zaxda. Haloldan topib haromga sarflagan do'zaxda. Haromdan topib halolga sarflagan ham do'zaxda, haloldan topib halolga sarflagan hisob kitobga. Tushunarlimi? Kishi harom topib turib halol sarflasa ham do'zaxga ketadi bu odam. Halolni talab qilgan holida charchab tunasa, gunohi kechirilgan holda tunagan bo'ladi. Shuning uchun halol mehnat qilayotgan odam haromdan taqvo qilyapsizmi? Umid qilavering. Haromga qo'l ursa oson pul topadi. Lekin banda halolga uradi. Qasam Allohga, mana shu odam mo'min bo'ladi. Haromdan saqlasin degan odam haqiqiy boy bo'ladi. Haromdan Alloh o'zi saqlasin degan odam haqiqiy boy bo'ladi. Ma taraka abdun shay'an lillahi illa awwazahu Allohu khayran minhu fi dinihi va dunya. Jami' us-Sahihdan Rasululloh aytadilar, qaysi bir banda
Alloh uchun odamlardan uyalganligi uchun emas. Alloh uchun harom narsani tark qilsa, Alloh shu bandaga ana shu tark qilgan narsasidan ko'ra yaxshirog'ini beradi, evaz qilib, dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun birodarlar, katta foyda keltiradigan bir ish chiqib qoldi. Halol emas. Boshqalarga zulm. Odamlarning haqlari poymol bo'ladi. Nohaq yo'l bilan pul topilyapti. Nima qiladi? Birodar, qaysi ish, qaysi tijorat, qaysi hunar seni ma'siyatga yetaklasa, bilginki bu katta zarar. Garchi ko'zingga foyda bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa ham. Ana shu odamlarga zulm qilib pul topadigan, qo'yingki Alloh harom qilgan yo'li bilan pul topganlar bosib qo'ydi sepiga pulni. Yutdim deb o'ylayaptimi? Bu gumrohlar ko'zi ko'r, qalbi ko'zi ko'rki, ko'rmayapti o'sha puli qayoqqa ketayotganini. Yo bir tuzalmas dard berib qo'ygan. Yo xonadonida bir halovat yo'q. Yo bolalari kuydirib bo'lgan. Yo boshiga musibat ustiga musibat kelyapti. Ko'rmayapti shuni. Nima uchun kelyapti? Ozgina fikr qilib ko'rsin-da, o'sha topgan harom uchun yoki odamlarga qilgan zulm uchun bo'lmayaptimikin? Ko'rar edi agar qalbini ko'z ochiq bo'lganida. Shuning uchun qaysi ish seni gunoh, ma'siyatga yetalayotgan bo'lsa, seni ko'zingga foyda bo'lib ko'ringani bilan zarar. Endi qaysi ish seni Allohning toatiga yetaklasa, Allohning roziligiga yetalayotgan bo'lsa, bilginki u aniq foyda. Garchi seni ko'zingga zarar bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa ham. Sotsa ham, olsa ham, muomala qilsa ham, muomalasi yengil bo'lgan insonga Allohning rahmati bo'lsin. Inson rizq topaman deb yurar ekan, odamlar bilan muomalada bo'ladi. Ana shu muomalasida kimdir qo'pol, kimdir muloyim, kimdir qaysar, kimdir dag'al. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana endi muomalalarimizga tegishli narsa. Rahimallohu rajulan samhan idza ba'a va idza ishtara va idza iqtada. Sotganida ham, sotib olganida ham, haqqini talab qilganda ham muomalasi yengil bo'lgan kishini Alloh rahmat qilsin. Muloyim bo'lsin. Sotuvchi ham, sotib oluvchi ham, haqqini talab qiluvchi ham. Payg'ambarimizning duosi bor. Allohning rahmati bo'lsin. Kimga? Muloyim bo'lgan odamga. At-tajirul aminus saduq ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada dedilar Rasululloh. Ishonchli, rostgo'y savdogar anbiyolar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Savdogarlar, diqqat qilib turinglar. Shahidlar, siddiqlar, anbiyolar bilan birga bo'lasiz. Agar sizda quyidagi 7 ta sifat topilsa. Avvalambor mo'minsiz. Haromdan uzoqsiz. Ibodatlarda qoyim qilasiz farzlarni. Qo'lingizdan kelsa sadaqa qilasiz, nafl qilasiz. Endi eshitib turing, qanaqa bo'lishingiz kerak. Asarlarda keltiriladi. 7 ta sifat borki, ular savdogarlikni eng pokiza kasb bo'lishiga sabab bo'ladi. Qaysi sifat? Birinchisi, agar gapirsa, yolg'on gapirmaydi. Xitoydagi deb sotadi. Probegini aylantirmaydi. Sotkucha bir gap, sotib bo'lgandan keyin kechib gapirmaydi. Omonat qo'yilsa, xiyonat qilmaydi. Agar sotib olsa, yomonlamaydi. Narxini yerga urmaydi. Anaqa ekan, manaqa ekan demaydi. Agar sotsa, maqtamaydi. Sen molingni sotamasdan yuribsan, olib chiqib sigiringni, hali dallol shunaqa maqtaydi, o'zingni ishontirib oladi. Deb sotmayman deb olib ketib qolasiz. Birodar, sen uni yolg'ondan maqtaganing bilan olmaydi u. Alloh taqdir qilgan bo'lsa oladi. Sen o'ylayapsan, shu yolg'on gapirganim uchun sotdim deyapsanmi? Yo'q. Endi dotdi. Yolg'on gapirib sotdingmi? Dotdi, harom qilib olding pulingni. Endi rost gapirding, olmadimi? Xursand bo'l. Gunohkor ham bo'lmading-da. Yolg'on gapirganda ham olmas edi. Boshidan. Agar gapirsa yolg'on gapirmaydi. Agar va'da qilsa xilof qilmaydi. Agar omonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Agar sotib olsa yomonlamaydi. Agar sotsa maqtamaydi. Agar qarzdor bo'lsa to'lashni cho'zmaydi. Agar haqdor bo'lsa qarzdorni qiynamaydi. Jami-us Sag'irdan.
Mana shu 7 ta sifat birodarlar savdogarligini eng pokiza kasb bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zi rozi bo'ladigan yo'lga muvaffaq qilsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه